Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum. Qishloq sharoitida mana bunaqa polovtomat kir yuvish mashinalaridan foydalanadi Abishna. Buni ko'p hollarda ishlamay qolyapti degan mana qo'shnilar jalba qiluvdi. Mana meniki ham ishlamay qoldi. Buni katta sababini men o'zi bildim desam bo'ladi. Buni asosan ishlamay qolishiga sabab mana simlari uzilib ketgan. Mana bu narsani nimaligini o'zi bilib olgan bo'lsalaring kerak. Buni pastdan sichqon kirayotgan joyi bor ekan. Mana bunaqa joydan men birinchi mana bu dvijokchalarini, generatorchalarni ko'rdim. Hammasi joyida. Bularni ham buni qarang, tishlab tashlagan. Yaxshi edi. Oxiri hamma joyini ochib mana bu yerga kelganda mana topdim. Xudo xolasa. Bir narsa qiziq bo'lyapti. Xo'p, tishlabdi. Shu kir mashinga uzoq bo'lmagan joyda yarim tonna maka jo'xori turibdi, bug'doy turibdi. Yo'q, tvoyumat, bilyat, shuni yemay. Naxuya buni ichiga kirib tishlagan. Buni sababi nima? Shu kabelda tishlashini sichqonni kim biladi? Kommentariya. Iltimos.